Assalomu alaykum. Titan armiyasi Sizlar bilan bilan Prepared'dagi yangi boyaq pas, ya'ni Kiber Plaza mavzusini ko'rib chiqamiz. 300 tamizga nima beriladi? Mukofotlar qanaqa? Keling ko'ramiz. Qana go do'stlar. Mana yangi boyaq propust level birda bizga beriladi. No signal bundle kostyumi Jenski level 10 da esa Lootbox Broken Kristal Evolutsiya level 20 da esa bizga beriladi Transport Skin level 30 da esa bizga beriladi Lootbox Televizor TV televizor level 40 da esa Granata Skin level 50 da esa An94 Skin Normal Skin Skor Перезарядка 2 Dalnos 1 Skor -1 level 60 da esa Knijal ya'ni pichoqqa Skin Normal level 70 da esa Ryukzak ya'ni shu sumka normal skin level 80 da esa bizga beriladi Kristal da Urjunli Jackpot kartasi level 90 da esa ularning sovg'alaridan biri Stina Skin televizor Skin va yana bir eng katta sovg'alardan biri nabor juda yaxshi skin nabor Karla televizor mana shular uchun 300 ta almas sarflaymizmi? Fikringizni kommentda kutaman. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, like bosib, Titan FF kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Yaqinda sizlar uchun top 1 videolarim va yangi skin testlarim chiqadi.